Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Navbatdagi mijozimizni buyurtmalarini mana olib kelib, joyiga o'rnatib berdik. Biz bu yerga o'sha shkaflarni joylab berganmiz. Mana bu chetiga esa mana bunday qilib oynalari bilan tepa-pastiga oyna, yonlarni yonadigan qilib, chiroyli qilib tilmocha qo'yib berganmiz, do'stlar. Xo'p, shkafimizni materiali LDSP rossiyskiy bo'lgan, balandligi 265 tashkil qiladi, uzunligi общий joyi 4 metr tashkil qiladi, do'stlar. Buni ko'rishingiz mumkin. Mana ikkita qizga mo'ljallangan polkalari. Shkafimizning chuqurligi 60 sm, 50-45 emas, 60 sm. Polkaning o'zining chuqurligi 50 sm tashkil qiladi. 5 tadan o'sha offset petlaridan foydalanganmiz. Yopilishlariga e'tibor berasizlar. 100% stanok kromka, o'sha PVH kromkadan ishlatganmiz. Birlikdan foydalangan. Sababi birlik kromkada stiklaris отдельно shunga o'xshab ajrab chiroyli bo'lib turadi, do'stlar. Mana bu yerni katta qilib mana shkaf qilib berganmiz. Tagiga o'sha ikkita polka qo'yganmiz. 3 ta nimasidan foydalansa bo'laveradi. Tepasiga shkafi o'sha avvalgi turbadan foydalanganmiz, do'stlar. Eshiklarni yopilishiga e'tibor berasizlar. Mana bu yerga o'sha polkalarni qo'yib joylashtirib berdik. Xuddi shu narsani bu yerga yana bitta takrorlab berganmiz, do'stlar. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Eshik baland bo'lishiga qaramasdan yopilishiga e'tibor berasizlar. Tagidagi eng asosiysi mana shu narsaga e'tibor beringlar, do'stlar. Sababi noshkasi 5 sm ichkarida. Mana bu eshikni ochib kiyim olayotgan vaqtda mana ko'ryapsizlar, oyog'imiz o'sha kirib ketyapti ichkariga. Shuni hisobini olinglar. Ko'pchilik oyoqlarini o'sha shkafni noshkasiga oldiga qatiradi, shunga urib oladi. Biz hamma tomonlama e'tibor berganmiz, do'stlar. Bunga tepa qismini antresol qilib tayyorlaganmiz. Ichi qo'lni ikkiga ochiladi. Stiklariga bitta e'tibor berasizlar. Endi bu do'stlar buni ruchkalari endi bu отдельный tema. Ruchkasini o'zi 1 metr tashkil qiladi. Mana shunday qilib, chiroyli qilib yasab o'rnatib berdik. 100% PVH kromkadan foydalanganmiz. Mana bu yerlarga salyaskani o'sha davutchiligidan qo'yganmiz, do'stlar. Mana yopilishlariga e'tibor berasizlar. Svetchalari, mana zerkallari ham o'sha rossiyskiyni tashkil qiladi. Kimga shunday mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu nomerlarga aloqaga chiqinglar. Joylarni borib razmerini olish, ustanovka, dastavka hammasi besplatniy Samarqand shahar bo'yicha. Qolgan viloyatlarga ham hisoblab joyini aytamiz. Yo'l kirasiga, yo'l xarajatiga отдельный kelishib, olib borib xuddi shunday qilib, chiroyli qilib o'rnatib beramiz, do'stlar. Sizlar bilan Yevro Mebel bo'ldi. Yana navbatdagi ishlarimizni kuzatib boringlar. Yangi yilgacha xudo xolasa juda ham chiroyli ishlarimiz ketma-ketlikda qo'yib boramiz. Bundan ham yaxshi, bundan ham sifatli, bundan ham zo'r narsalar qo'yamiz. Hali oldinda hammasi. Faqat kuzatishda davom etinglar. Sizlardan bitta like, qolgani xizmatimizga o'zingizlar baho berasizlar. Fikr va mulohazalarni kommentariyada albatta kutib qolamiz. Demak, sizlar bilan yana YouTube orqali ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.